Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Mana bugun 2025-yil geologiya variantining 9-variantining masalalari yechimini boshlaymiz. Ya'ni 9-variant 21-savol. Barbadensi g'o'za urug'lanish natijasida bir necha zigota hosil bo'ldi. O'zi barbadensi g'o'zasining gaploidda 26 ta xromosoma bor, diploidda esa 52 ta xromosoma bo'ladi. Zigotalardagi xromosomalarning umumiy soni degan 6240 ta. Zigota o'zi bilamiz, diploid to'plamiga ega bo'ladi. 6240 ta xromosomani diploid 52 ga bo'lsak, 120 chiqadi. Demak, 120 bo'lgandan keyin urug'lar soni 120 ta bo'ladi. Bitta urug'ni urug'lantirish uchun ikkita spermiya ishtirok etadi. Ko'paytiramiz 2 ga, ya'ni 240 ta spermiy qo'sh urug'lanishda ishtirok etgan. Shu 240 taning 120 tasi tuxum hujayrani urug'lantirish uchun sarf bo'lgan. Buning 120 tasi esa markaziy hujayrani urug'lantirish uchun sarf bo'lgan. E'tiboringiz uchun rahmat.